8 kiloluk avtomatni 3 milyon 900 ming xarid yanında bir tane duxovka pechka Turetskiy. Bir tane Samsung'dan pilisos, bir tane termopod, bir tane kukmara kazanı, bir tane chopperi, bir tane ütki, bir tane ütüksü olup, bir tane su şirkesi eğer arzınızdan şöyle bir like basasınız. Bu hemmesi şunun içinde. Hemmesi şunun içinde. 3 milyon 900 ming so'm içinde qarang. 3 milyon 900 içine bir tane avtomat giradi. Bir tane pechkasi, bir pilisosi, bir termopodi, bir kazanı, chopperi, ütki olup, su şirkesi. Barabandan aylantirib, barabandan Spark'am o'tib ketsalar bo'ladi. Dastlabki nechik bo'ladi? Bundan tashqari Gentra'ga bilet ham bo'ladi. Dastlabki ustanovkalari mutlaq tekin bo'ladi. 6 million so'm bir xonalik olsangiz, yanında bir tane duxovka pechkasi, bir tane mikronovkasi, bir tane pilisosi, bir tane termopodi, bir tane chopperi, bir tane kazanı, bir tane konditsioner xarid etsangiz, yanında dastlabki ustanovkalari mutlaq tekin. Gentra'ga bileti beriladi. Bundan tashqari siz barabanni aylantirib Spark o'tib ketsangiz bo'ladi. Bundan tashqari yanında bir tane novo nabor deydi buni. Kuxinniy nabor. Kuxinniy naborni ve ayollarimiz juda yaxshi biladi. İçinde çaynik chiqadi, buni kattasida 2 tane legani chiqadi, kastroli chiqadi. Xullas, eng full nabori. Sirchali originali. Rossiyskiy, chisi Rossiyaniki. Bu narsangizni sifati вообще мощный. Bundan birsini qo'shib beramiz. Yanında bir tane duxovka pechkasini qo'shib beramiz. Bir tane blenderini qo'shib beramiz. Уже sezon geldi. Meva chevarani. Yanında bir tane kukmara kazanı qo'shib beramiz. Bu bez отказ ketadi. Hammaga yoqib turibdi kukmara kazan. O'sha 4 tane sovg'ani qo'shib beramiz. Undan tashqari aytganimdek barabandan sovg'asi bo'ladi. Gentra'ga bileti bo'ladi. Siz barabanni aylantirib Spark'am o'tib ketishingiz mumkin. Dastlabki ustanovkalari mutlaq tekin bo'ladi yurtdoshlar. Shu yerdan videoni ko'rgan bo'lsangiz, siz uchun zo'r yangilik bor. Vaqapchan seni izlab keldim. Lider magazini bozorning ichindagi filialini Amaqa geldim. Ben 453-do'kondan aldım. Amaqa geldim deydan bo'lsanglar, bir tane Samsung Pilisos'dan ketdi. Pilisos ham ketdi içinde. Pilisos ham beramiz. Bizden gelmiş 43'liklarni 2 milyonlukni alasizmi, 2,5'lık mı, 3 milyonluk mu farkı yok. Halagan bir türünüzü alın. Yine ben mesela bir xil kanala ko'p salıştırılacağız üçün sifatlarini. Yanında bir tane termopodi, bir tane chopperi, bir tane kazanı, bir tane çayniki, bir tane çay çayniki, bir tane krashtiyeni, Gentra'ga bileti, baraban sovg'asi, dastlabki ustanovkalar hammasi mutlaq tekin. 43'lük tezolari. 43'lük tezollarimiz. Ben 43'lük almayman ama 50, 55, 65'lik tezo alaman degan yurtdoshlarimiz uchun undan ham zo'r yangiliklar bor. Zorundan bir tane zeptir nabor ağa. Ya bana alın demeyeyim. Bir tane zeptir nabor, bir tane 32'lik televizor, bir tane chopperi, bir tane kukmara kazanı, bir tane çayçaniki, krashtiyeni, dastlabki ustanovkalari, Gentra'ga bileti, barabandan sovg'asi hammasi içinde bo'ladi yurtdoshlar. Hammasi içinde. Şöyle bir tane kommentariya sho'am qo'yamiz. Yurtdoshlar, kommentariyani yoqib tashlanglar. Videoni yoqingizga bersa yaddan çıkarmanglar. Çünkü siz sebepli gelip bizden Spark'ni yoki Gentra'ni o'tib ketishi mumkin. Endi siz kommentariya yozganingiz uchun, like bosganingiz uchun, videoni yaqinlarga yuborib tashlaningiz uchun bir tane Samsung Pilisos qo'yib beraman. Birinchi o'ringa Samsung Pilisos. Ikkinchi o'ringa bir tane duxovka pechki qo'shib beraman. Üçüncü o'ringa esa bir tane kukmara kazan qo'shib beraman. Bir tane maishiy texnika xarid etdingiz, yanında podarkalari bilan chiqib qolgan vaqtingizda shunday Gentra'ga bilet tashlab ketasiz. Xudo xolasa 31-may kuni Gentra'ning egasini aniqlaymiz. Undan tashqari narsalarni olib bo'ldingiz, biletni tashlaganingizdan keyin barabanni aylantirib, barabanda super barabanda Spark bilan kutib turibdi yurtdoshlar. Undan Spark'ni tutib oladilar. Spark'ni sho'rnizini tutib ketishlari mumkin. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar. Sizlar bilan Xorazm savdo kanali. Bugungi manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani, To'rtko'l bozorining ichida Lider nomer 1 maishiy texnikalar magazinini bozorning ichidagi filialimiz, ya'ni Vahobjonamiz yana keldik. Xudo xolasa bugun sizlarga yangiliklari, aksiyalari e'lon qilib o'tamiz. Bir yandan ko'rib borasizlar. Xudo xolasa bugungi videomizni ko'rganlaringizga achinmaysizlar, sababi aksiyani ham, narxni ham, skidkani ham zo'r baholarda qo'yib berdilar. Ekranda telefon nomerlari qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, kelib o'zlaringiz yoqqan maishiy texnikalarni xarid qilsangiz bo'ladi. Videoni boshlaymiz. Albatta bu videoni yaqinlara, qarindoshlari, jo'ralara yuborib qo'yishdan chiqmasa, albatta videolarimiz sizlar uchun foydali bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa. Videoni boshladik. Xudo xolasa bir yandan ko'rib borasizlar, hurmatli obunachilarimiz. Bugungi yangiliklarni ko'rishamiz. O'rtamiz Bakir. Assalomu alaykum. Yana bir marta. Jalomisiz? Kayfiyatlar zo'rmi? Rahmat. O'zingiz yaxshi keldingizmi? Bormisiz? Bormiz. Siz bormisiz? Ben borman, xudo xolasa. Assalomu alaykum yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Sirojbek aka podpischiklari, bizning Lider magazinimizni mijozlari. Xudo xolasa biz Sirojjon bilan anchadan beri video tushirmadik.
sizlarga zo'r yangiliklarni tayyorlab qo'ydim bugun. Videoni oxiridan ko'rsanglar, afsuslanmaysizlar, sizlarga manfaatli bo'ladigan videomiz qisqa va lo'nda bo'ladi. Sizlarga yangiliklarimiz yoqadi degan umiddaman. Hammasi sizlar uchun bo'lib turibdi yurtdoshlar. Xudo xolasa hozir bilasizlar, xonadonlik sezon boshlandi, o'sha gullarimiz qizib, konditsioner sezonlar boshlandi. Konditsioner, xonadonlik, kirmosh olamonda birgan bo'lsanglar, sizlar uchun zo'r yangiliklarimiz bor. Hozir Sirajon bilan bir qator hammasini bir qator bir chetdan tanishtiramiz. Hozir menga bo'lib turibdi-da vaziyat yurtdoshlar. Mahsulotni ikkaladan bo'lsak, zavoddan ko'proq mahsulot olsak, zo'r chegirmalar bo'lib turibdi. Shuni ko'p do'konchilar misol uchun bahosini o'zidan chegirmatib turibdi. Bizning lider magazinda bilasizlar, hamma podarkisi bo'lmagan narsa. Bugun biz ikkisini ham qilamiz. Ham podarka beramiz, ham narsalarni narxini tushiramiz, xudo xolasa. Ham bahor nerealniy bo'ladi bu safar. Ava, bugun ikkisini ham endi qilish qiyin narsa, Sirajon, lekin shu narsani yurtdoshlarimiz uchun qilyapmiz. Anchadan beri tayyorlanib yuradim. Sirajon bugun chaqirdik, yana xudo xolasa sizlarga yangilikni yetkazamiz. Juda chiroyli bo'ladi. Bugun narxni ham tushiramiz, og'a. Bugun podarkalarni ham bombadan Yechida bo'lgan yangiliklar qilasiz, xudo xolasa. Yechida. Bugun xudo xolasa asosiy yangiliklar bilan boshchidan bo'lsak, bu lider magazinimizning bozorning ichidagi filiali 453-do'kon bo'ladi. Manadan o'qibsan, keladan bo'lsanglar, qo'ldan kelgancha sizlarga chiroyli ma'lumot berib, arzon narxlarda qilib berishga harakat etamiz. Xudo xolasa. Asosiy yangiliklarimizni boshchidan bo'lsak, Sirojbek aka, bilasiz, bizning lider magazinimizda o'sha Gentra qo'yilgan. Ancha mujozzamiz yana biletlarimizga tashlagan, chunki vaqt oz qoldi. Dola keldi уже. May oyida o'sha oldimizdagi yana bir oydan keyin bu Gentramizning egasini topshiramiz. Gentramizning eng zo'ri, eng yaxshisi. Gentradan boshqa yana 20 dana sovg'amiz bor. Xonadonlik, gaz plita, avtomat kir mashin, katta televizorlar. Bilasizlar, 2024 da Imin Yushu magazini o'zidan 5 dana mashin hamma yerga tarqatilgan. Shuni 4 qo'yib tashladingiz, ha? Matiz Spark, Matiz Spark. Shuni 4sini Xorazmga topshirganmiz, birsa 4 kina nasib etgan. Sizlar uchun xudo xolasa bu safar Gentra qo'yganmiz. Gentramizni xudo xolasa yana 1 oy qoldi. 1 oy ichida uspet qiladigan bo'lsanglar, hozir olsanglar, ham narsani arzon olasizlar, ham yonida podarkalar bo'ladi. Undan tashqari shunday zo'r imkoniyatlar bo'ladi. Siz Gentra o'tib ketishingiz mumkin. Hem Gentra, hem Spark utishingiz mumkin. Bir inson. Buni chiqib bo'ladi. Bizlarga keldingiz, bir dana maishiy texnika xarid etdingiz, yanında podarkalari bilan chiqib qolgan vaqtingizda shunday Gentraga bilet tashab ketasiz. Xudo xolasa 31-may kuni Gentraning egasini aniqlaymiz. Undan tashqari narsalarni olib bo'ldingiz, biletni tashlaganingizdan keyin barabonni aylantirib, barabanda super barabanda Spark bilan kutib turibdi yurtdoshlar. Undan Sparkni utib oladilar. Sparkni sho'rni o'zini utib ketishlari mumkin. Sho'rni o'zida. Qarang endi, buni utib olsalar yana undan yana qo'yadi. Qarang, 2024 da bilasiz, Matiz qo'yadim barabani. Bilasizmi? 4 dana Matiz topshirganman. Endi maydalashmadik og'a, Matiz'ni Spark'a o'zgartirdik. Chunki biz hamma yangilik bilan chiqqan vaqtida faqat yuqori qarab chiqamiz, hech qachon undan past bo'lmaydi. Shuning uchun o'tgan safargi mashinamizdan zo'r bo'lsa-da, bir dana Spark'ni barabana qo'yib berganmiz. Vahobjana, Gentrani misol uchun kutib o'tiribman desalar, buni shu yerdan utib dedilar. Ikkisini ham og'a, qarang. Super barabonni aylantirib Spark o'tib ketishi mumkin. Ava. Undan tashqariga Gentraga tashib ketsa, uni ham tashiydi. Gentrani o'zi 31-may kuni o'tishi mumkin og'a. Mening imkoniyatlar faqatgina lider magazinda bo'ladi yurtdoshlar. Endi yangilik o'tik. Yangilik qaranglar. Kir mashindan boshlaymiz. Kir mashinlar hozir juda narxlari zo'r bo'lib turibdi yurtdoshlar. Nima deydi? Aytganimdek, bugun ham narxini tushiramiz, ham yonida xudo xolasa sizlarga ajoyib bo'lgan podarkalarni taqlab qo'yibman. Sami glavni podarkalarning ustidan ham nimagan? Buni hozir video davomida ko'rib o'tasizlar, men misol uchun podarkalarni aytib turib, narxini aytmayman emas. Men narxini qo'ldan kelgancha hammasini aytaman. Sizlar bemalol uyda o'tirib, boshqa magazinlar bilan solishtirib, yonida podarkalarni ham aytganga bo'ladi. Endi aytgan yerim bor. Misol uchun zavoddan o'zini chegirmasi bor, shu chegirmaga biza yonida podarka qo'shib berib turibmiz. Qo'ldan kelgancha narxini arzonlatib berib turibmiz. Agar yo'q, men podarking kerakmidi? Menga o'zini chegirmatib ber deganlar uchun Liboy magazindan 500 ming so'm, 800 ming so'mga deyin arzonlatib berib bilamiz yurtdoshlar. Shuning uchun bozordamiz yana Liboy yerini ko'rib, kelib, solishtirib, keyin xarid etsanglar bo'ladi. Xudo xolasa elasa tayyor bo'lsanglar biz boshlaymiz. Bir yandan boshlayvering endi. Avtomat kir mashinlar, birda 60 dan ko'p turlari bor. 6 kilomi, 7, 8, 9, 10, 12 kilodagi avtomat kir mashinlarimiz bor. Endi brendlarimizga kiradigan bo'lsak, Vesta kompaniyaniki, Avalon, Monix kompaniyaniki, Immer kompaniyaniki, Arioniki bor, LG bor, Samsung bor, TCL bor, Laretto bor, Vestel, Premier, xalagan turizm topiladi. Turindan bu. Istalgan turizm topiladi. Endi bularning narxini aytamiz, keyin yonida podarkani aytamiz. 8 kilolik Vesta kompaniyamizki, 8 kilolik Vesta kompaniyamiz o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqaradigan
Bularımızın narxı yurttaşı özü 4 milyon 800, 5 milyon so'm sotiladi. Men shuna narsani chegirmatib 4 milyon 400 ga tushirdik. Endi sizlar uchun shuni bahosini yana 500 ming so'm chegirmatdik. 3 milyon 900. 3 milyon 900 ming so'mga 8 kiloluk Vesta kompaniyani avtomatini xarid etsanglar bo'ladi. Aha. Endi bahosini yaxshi zo'r ekan. Yanında padarkelari kamay qaldimi degan yurtdoshlarimiz yo'q. Bizlar padarkani ham ko'paytdik. Qarang, 8 kiloluk avtomatni 3 milyon 900 ming so'm xarid etsalar, yanında bir dana duxovka pechka Turetskiy, bir dana Samsungdan Plysos, bir dana termopod, bir dana kukmara qozoni, bir dana chopperi, bir dana utki, bir dana utik stoli, bir dana su shirkasi agar arzisa shu yerda bir like bosasiz. Bu hammasi shuni ichida. Hammasi shuni ichida. 3 milyon 900 ming so'm ichida qarang. 3 milyon 900 ichida bir dana avtomat kiradi. Bir dana pechkasi, bir plysosi, bir termopodi, bir qozoni, chopperi, utki stoli, su shirkasi. Barabanni aylantirib, barabandan Sparkam o'tib ketsalar bo'ladi. Dastavka nechi bo'ladi? Bundan tashqari Gentraga bilet ham bo'ladi. Dastavki ustanovkalari mutlaq tekin bo'ladi. Gapa javob. Gapa javob. Ertangi Sirojbekning kanalidan geldim ben. Sirojbekning kanalidan gördüm. Vahapcan seni izlep geldim. Degenli üçün birden bir padarki seylebem ikkita versinler. Saylab aktarım. Bunu beramen demeyme özleri bir padarki şungiyle seylebek. Sirojbek bir narsa bana ağa. Men hem aksiya qilgan vaqtimda klientlerim köpaysin. Mijozlarimiz bizani izlep gelsin. Doğrusu aytamayın bizani 80-90% klientimiz Xorazmda. Shunchadan kilometr bosib kelsalar, shunchalik yomon yo'llardan o'tib bizara, shuncha magazinning ustidan atlab kelsalar, men hech qachon hech kimni shu yerdan norozi etib chiqarmayman. Xudo xohlasa. Avvalo Xudo. Men zarar emas satsam, men shu klientni hech kimni norozi etib chiqarmayman. Uni gelib bizadan xarid etib ko'rganlar biladi. Endi men o'zimdan xarid etgan bo'lsalar, hali shu vaqtga deyim men o'zim hech kimga nodiydi zarar qilmaganmiz, hech kimni xafa qilmaganmiz. Hech kim norozi emas, Xudo xohlasa. Hech kim norozi emas. Shuning uchun kelaverasizlar, yurtdoshlar men o'zim shu yerda bo'laman. Geradan bo'lsanglar, yana boshqalardan baholarni aytamiz. Avalon kompaniyani 6 kiloluk 10 yil garantiyalisi. Paravoylar hamma o'zi bor. Narxi 4 milyon 805, 5 milyon 200 ga sotib o'tiribdilar yurtdoshlar, sovg'alari bilan. Bizning lider magazinimizda esa 4 milyon 400 ming so'mdan xarid etib turib, yanında shu aytilgan hamma sovg'ani ichida shunday olsangiz bo'ladi. Endi Vesta kompaniyani 8 kilolukni ko'rsatdik, endi 6 kiloluk. 6 kiloluk namizdan men 3 xil palajenada paravoy siklda yuradi. O'zimiz O'zbekiston milliy brendi. Sifati zo'r, narxi 3 milyon 900 4 milyon so'm sotilar edi. Endilikda bizning magazinimizdan kelib yurtdoshlar 3 milyon 300 ming so'mdan xarid etsanglar bo'ladi. Plyusuna padarkasi. Plus padarkasi. Padarkasi bu. Endi qara 6 kiloluk olsa ya 8 kiloluk ya 10 kiloluk demayman. Istalgan bir tur avtomatni oling yurtdoshlar, yonidan shu sovg'alar hammasi sizlarniki bo'ladi. Ajratish yo'q. Ajratish yo'q. Bu yerda 7 kiloluk Monixlarimiz bor. Eng budjetli 7 kilo bo'lsin, lekin narxi arzon bo'lsin degan yurtdoshlarimiz uchun. Bularımızın narxi ham o'zi 4,5-4,800 sotiladi. Siraja hozirgi kunda buni narxini 3 milyon 300 ming so'mga tushirgan. 3 milyon 300 tez. Narx sindirish, yanında padarki ham qo'shib berish shunday bo'ladi. Gapga javob, kelsalar xudo xolasa, insholarning yanında padarkalar bilan qilib beramiz. Immer kompaniyamizga bor 7 kiloluklari 3 milyon 900 ming so'mdan, LG'larning 8 kiloluki bor, DJ motor xilisi. Narxlari o'zi 6 milyon 300-6,5 sotiladi. Bu yerda bizning magazinimizdan kelib, 5 milyon 400 ming so'mdan xarid etsalar bo'ladi. 8 kiloluk LG'mizdan. Samsunglarimiz bor yana. İbedene 8 kilolukni arzon varianti deganlar uchun TCL'larimiz bor. Narxi 5200, 5800 sotilgan vaqtindagi. Hozirgi kunda bizning magazinimizdan kelib, 4 milyon 200 ming so'mdan xarid etsa bo'ladi. 4 milyon 200 ga padarkalar 8 kiloluk 4 milyon 200 ming so'mga padarkalar bor. Endi qarang, bu yerda Atlant kompaniyaniki bo'yning 3 milyon 200 ming so'mdan, Artel kompaniya Premierlarniki bo'yning 4,5 milyon so'mdan aga. Yurtdoshlar yurtdoshlar qo'ldan kelgancha Brusa kompaniyamizki bor 3 milyon 600 ming so'mdan. Bu Belarus hamada bu Brusa? Brusa Rossiya brendi, lekin hozir bu Xitoy zborkasi aga. Buni Rossiya zborkalari ham bor. Turlari juda ko'p. Endi yurtdoshlar bir yeri bor. Misol uchun avtomatni kelib tursalar, tanlash imkoniyati misol uchun o'zlaringiz yil olmagandan keyin bu narsani tanlay olmay tursalar. Bizdan maslahat oladigan bo'lsangiz, og'izda emas. Shuni po faktum keltirib beramiz. Misol uchun qaysini funksiyasini nechik palajenada yuvadi, nechik oborotlari bor, kilosi, og'irlik, vazni nechik, neda ishlab chiqarilgan, garantiyasi nechik, servislari qaysi yillarda bor, hammasini qo'ldan kelgancha chiroyli ma'lumot beramiz. Tanlov o'zingizdan bo'ladi. Sho'r suvda ishlaymi yo faqat mazali suv kerakmi? Yana bir yeri bor. Misol uchun bizdan olingan mahsulotning o'zining 3 yillik, 10 yillik garantiyasi bo'lsa, undan tashqari yana garantiyani talon bosib beramiz biz. 2 oylik sinov muddati bo'ladi. Misol uchun, avval shikir mashinani bizdan oldingiz. Endi ham arzon, ham padarkalar olsangizda,
Bu narsani sifatini hech kelganda o'ylab turgan bo'lsangiz, biza o'zini 3 yillik, 10 yillik garantiyasini bosib beramiz, undan ham tashqari 2 oy sinov muddatini bosib beramiz. Bu nima degani? 2 oyning ichida siz bilasiz-ku, nechikvach, masalan, agar pastokda ishlamasa, short suvda, layli suvda yuvmasa, yaxshi chiqmasa, biz aytgandek sifatli bo'lib chiqmasa, biza pulimizni qaytarib beramiz. Xolasangiz, xolagan va jiz olmoqchi bo'lasiz 2 oyning ichida. 2 oyning ichida. Buning da imkoniyati hech bir magazinda yo'q. Og'izda aytilgan bilan qo'lda bosib bermaydi. Hozir men garantiyani talonini ham ko'rsatamoqqa, garantiyani talonlar ham bor. Garantiya bosib, pechati bilan 2 oylik sinov muddati hammasi ichida bo'ladi ag'a. Endi qaranglar, yurtdoshilar ziferlarimiz bor 3 million so'mdan ag'a. 6 kiloliklari. 6 kilolik. Podarkalari bilan. Podarkalari bilan. Hammasini. Hammasini ag'a. Xolagan turnasin 6, 7, 8, 9, 3 xolagan turlarni oladan bo'lsang yurtdoshlar, yanında qo'limdan kelgancha sizlarga shu narsani ulashdim. Podarkalarni qo'ldan kelgancha aytib berdim. Siz bizlardan kelib birdan avtomat xarid etsangiz, uyingiz to'lib shuncha podarka bilan ketasiz, xudo xolasa. Omadi kelsa shu bizlarning lider magazinimizga mijozlari bo'ladigan bo'lsa, kommentariya yozib tashlanglar, men olgan bo'lsanglar. Agar bizlardan norozi bo'lsanglar ham yozaveringlar. Biza shu narsani sizni tovib sizni rozi etamiz. Avvalo xudo bizlardan hech kim norozi bo'lmadi, buni xalqimiz ko'radi, xudo xolasa kommentariyada. Shuning uchun yurtdoshlar kelaverasizlar, biz hozir 60 dan ko'p turlari, ba'zi bir hammasini bahos aytadan bo'lsam, vaqt cho'zilib ketadi. Videoni boshida aytganimdek qisqa va lo'nda bo'lishi kerak. Shuning uchun xudo xolasa agar ma'lumot kam bo'lib qolgan bo'lsa, Telegram, WhatsApp nomeringizni yozadan bo'lsanglar, olmasanglar ham biza ma'lumot beramiz. Onlayn savdolarimizdan bor. Xudo xolasa onlayn savdo etadigan bo'lsanglar, o'zingiz olib borib o'rnatib chiroylatib beramiz. Xudo xolasa ana avtomatni tushuntirdik ag'a. Endi xudo xolasa eng zo'r bo'lib turgan xolodilnikni o'tdik. Keyin shunday ben katta neondan boshlaymiz. Kattalardan boshlaymiz. Bo'lmasa gazdan ham tushuntirib o'tdik ag'a. Shu botdan Nastoniylarimizdan tutib da 500 600 deydigan gaz plitalarimiz bor. Narxlari 1 million 300 ming so'mdan gaz plitalarimiz bor. 1 million 300 ming so'mdan ta 7,5 million so'mning katta gazlarimiz bor. Vichkalarimizdan bahasi 400 ming so'mdan 2,5 million so'mga vichka bor. Gaz olsangiz vichka qo'shib beraman deya olmayman. Chunki gazdan arzon narxda beraman yurtdoshlar, vichkani ham arzon narxda beraman. Nechun degan bo'lsanglar, bu narsani zavoddan bonusi tamam katta emas. Shuning uchun o'zimni nomimdan yana bir dona gaz plita olsangiz, yanında bir dona chayniki, bir dona pichoqi, bir dona kukmara tapasini, jentiraga bileti hammasini o'zimdan shundaylar sizlarga hadya qilib beramiz, xudo xolasa. Aytganimdek kanaldan mana aytib berdim bo'lsanglar, bir dona sovg'am o'zlaringiz shundaylar olib kelsanglar bo'ladi. Xudo xolasa. Suraja keling, endi eng zo'r yerine geldi. Otlarni yoqib beraymi ha bu yerda? Aman. Aksiya yanadi, xudo xolasa yurtdoshlar. Gelip duran klientlerimiz hammasi xudo xolasa yurtdoshlar xonadonlik uchun gap turibdi. Chunki gullar qizni, hamma yangi xo'jaliklar uchun zo'r podarkalarimiz, zo'r imkoniyatlar bor. Aytganimdek, siz bizdan bir dona mahsulot olib, uyingizda hamma nokamizlarni doldursangiz bo'ladi. Eng glavnisi shu narx o'zgarmagan holatda. Bozordan solishtirib, ko'rib, rasmga tushirib, modellar bilan keling. Men o'zim shu narsani shu yerdan qo'limdan kelgancha arzon etib beraman. Yanında xudo xolasa yanında sovg'alar olishim zo'r. Bular narx nechik bo'lib turibdi, narx? Narx aytamiz, qaranglar. Bu 2 metr 60 santimetr, 2 metrlik nofro sanadillikni bahosini so'ranglar magazinlardan, yurtdoshlar. Leboyadan 7 million so'mdan yuqorida yuradi. 2 metrlik, 180lik, 170lik emas, 2 metrlik. Atlant kompaniyaniki, Chitsi Belarusyaniki bo'ladi. Vaqtida sezonda 7,5 million 300 sotilgan, ichshandan ko'rsating. Sezonda 7,5 million 300 dan sotilgan. Endi qaranglar. 7 million so'm ham demayman. 6 million 800 ham deb turganim yo'q. 6,5 million so'm ham deb turganim yo'q. Siz yurtdoshlarimiz uchun shu 2 metrlik katta Nofroz kanaldaligimizning narxini 6 million so'm etib berajekman. Tez 6 milliondan. Tez 6 million so'm. 6 million so'm ichine nollar giradi endi. 6 million so'm ichine kalkulyatorıngiz bo'lsa yaningizda kalkulyatorni olib o'tiring. Umuman hisob kitobi to'g'ri kelmaydigan narsa bo'ladi hozir bu yerda. 6 million so'm bir xonadonlik olsangiz, yanında bir dona duxovka pechkasi, bir dona mikronovkasi, bir dona pilisosi, bir dona termopoti, bir dona chopperi, bir dona qozoni. Endi shuni men kalkulyatorda hisoblab ko'rsaman, siraja. Nechik bo'ladi buni summasi? Endi qaranglar. Xonadonlik olsang, misol uchun ko'p magazinchalar, boshqalar kommentariyada yozadi-da, narxini shuni ustiga qo'yib berib o'tiribdi deydi-da. Endi bu yerda hozir narxni o'ynatamiz bu yerda. Nofro xonadonlik bo'lsa, bu 2 metr bo'lsa, 6 million so'm bo'lsa, endi men ham bahosini giramiz. Misol uchun buni o'zini olsanglar, men yaxshi 4 million so'mdan ham bering. Yaxshi bana 3 million so'm deb hisoblaylik buni. Xonadonlikni. Siz uyingizda olyapsiz, misol uchun. Bir dona pechka olishingiz kerak 800 ming so'm. Bir dona mikronovkani zo'rini olishingiz kerak 1,5 million so'm. Bir dona pilisos olishingiz kerak uyingizda 1 million 200 ming so'm. Bir dona termopod uyingizda kerak bo'ladi 200 ming so'm. Bir dona chopper kerak bo'ladi 150 ming so'm. Bir dona qozon kerak bo'ladi uyingizda 250 ming so'm kukmari. 4 million 100 ming so'm chiqib turibdi yurtdoshlar. Shuni o'zi.
4 milyon 100 ming so'm, siz 6 milyon so'm xolodilnikka pul to'lab turib, shu podarkalarni hammasi olib ketsangiz. Shunda buni necha so'm ochib turibdi bu? 1 million 900. 1 million 900 hali yana bog'i. Barabonni aylantiradilar. Barabonni aylantiradilar, barabonda televizor tushishi mumkin. Havo. Super barabana tushsa, super barabonni aytganimiz Spark tutdi. Spark o'ynaydilar. Sparkdan boshqa faqat televizor ko'p mana. Kichkina sovg'an yo'q. Super baraban. Qaranglar, bu birinchi baraban bo'ladi. Birinchi barabanda super barabana tushadigan bo'lsa, shu yerda tushuntirib o'tay. Super barabana kelasizlar, faqat televizor bir dona Spark. Endi bu yerda so'rasa bir narsa borda, men televizor tushsa, men zarar ko'raman. 100% men zarar ko'raman. Endi sana foyda neda deb savol beradilar menga. Menga foyda İşte televizor tushsa, men zarar qilsam, misol uchun 10da 1 tushami, 20da 1 tushami, men bilmayman, misol uchun Alloh alam. Lekin shu utgan odam qo'shnilari hammasi keladi, reklama bo'ladimi? Men shu narsaga turib beraman. Men zararim bo'lsam turib beraman. Men roziman. Shuning uchun kelaverasizlar yurtdoshlar. Yonimda o'zi bilandan podarkasi bilan berjaksindi buni. Shu ishingga bo'lib turibdi. Bir dona xonadonlik xarid etsalar, ishindagi hamma sovg'a yurtdoshlarimiz uchun bo'ladi. Endi yangi dona xonadonliklar zo'rlarni ko'rsatsa baqa. Artel kompaniyamizga bor, No Frost kelsa 10 yil garantiyali, ichi metal coolingli modelini ko'rsating sizlarga solishtirib kelish uchun. Endi bahosi hammada bu narsangiz bahosi 7 million 300 7,5 million so'm sotilib turibdi. Bizning magazinimizdan kelib 6 million 800 ming so'mga xarid etib, 6 million 800 ming so'm ichida shuncha podarkalari bilan ikkisalar bo'ladi. Shu ko'rsatilgan podarkalar bilan podarka. Yo'q, men brend narsa kerak, men Samsung kerak deganlar uchun Samsung kompaniyamizniki bor. Modellarni ko'rsating og'ayning, solishtirib kelishlar uchun inverter motor 10 yil garantiyaligi, bu No Frost sistemasini ishchidi. Bularimiz ham narxlari o'zi 8,5 million, 8 million 800 ming so'm sotilib turgan edi. Endilikda kelib turib 7 million 800 ming so'mdan xarid etsalar bo'ladi. 7 million 800 ming so'mdan xarid etib, hem arzon olib, hem yanında shunchalar sovg'alarni xarid etsalar bo'ladi. 4 million 100 ming so'mlik podarkasi. 4 million 100 ming so'm. Va barabandan ham yana 200 ming so'mlik sovg'a tushsa 4 million 300 ming. Kamida 200 ming so'mlik. Xudo xolasa. Aytganim deyin, shu kanalni ko'rib, vaqapsan seni izlab keldim deganlar uchun shu barabanni arzonroq sovg'a tushsa, uni ham zo'rdan almashab beraman. Xudo xolasa. Bo'ldi. Endi qarang, undan ham arzon xonadonlik so'raganlar uchun Vestel kompaniyamizga bahosi o'zi 6,5-6,200 sotiladi dedik, narxini 5,5 million so'mga tushirgan mana. 5,5 million. 5,5 million so'mga. Endi bu yerda Severtens kompaniyamizga bor, A+ variantda ichida inverter motor qilsa, hozir trendli xonadonliklardan ko'rinishlar ham bagati. Narxi 7 million 200 7,5 sotgan edik. Klientlarimiz xafa bo'lmaysalar, bu safar yana baholansindirganman. Narxini 5 million 900 ming so'm aytib qo'yib beraman. O'tgan safar qimmat ollaydi, qiynalmasa. Yo'q, endi bizda misol uchun aytdim-ku, misol uchun bizlar yangilik bo'lsa, biz xalqimiz yangilik etamiz. Shuning uchun sizlar uchun izlanishda davom etib turibmiz. Yurtdoshlar 5 million 900 ming so'mdan olsanglar bo'ladi, yonda podarkalari bilan. Endi menga kattaroq xonadonlik kerak, gigant xonadonlik kerak deganlar uchunimiz ham bor. Katta xo'jaliklar uchun. Katta xo'jaliklar uchun. Ob'yom litr 500 litrlik xonadonliklarimiz bor. Juda katta bu. Narxlari 12 million 13 million so'm demayman. Boshqa magazinlarning narxini kelib 10 million 500 ming so'mdan xarid etsanglar bo'ladi, yanında 4 milliondan ziyod podarkalari bilan. Bu narsa sizlarga 5 million 500 ming so'mlar aylanadi. Shu o'zidan keyin super barabandan televizor, Spark yo Gentra o'tib ketsanglar, вообще zo'r bo'lib ketadi. Men qarang, vaqapchana super barabandan Spark tushdi deylik. Shu o'zida berilamoki. Aga men lentaga boylab, o'zim chetlardan yozdirib, chiroyli olib borib topshiraman. Agar shunday videolarni ko'rajak bo'lsanglar, bizning lider kanalimizga kirsanglar, hamma topshirilgan mashinalarning videolari bor. Atchot hammasi bor. Kim utgan, nechada utgan, hammasi bor. Shuning uchun lider nomer 1 ni YouTube kanaliga kirib ko'radigan bo'lsanglar, hamma videolarimiz bor. Podpisatsiya tashlab qo'ysanglar, sizlar uchun zo'r yangiliklarimizni aytib boramiz. Faqat ag'zaki emas-da? Ag'zaki emas. Ibedayning hamma turidan bor. Endi qarang aga. Beda misol uchun 5 milliondan dapada bo'lgan xonadonliklar uchun aksiyalarni aytdik aga. Endi men arzonroq xonadonlik kerak deganlar uchun bu yerda keng. Toza xo'jaliklar, kichkinaroq. Budjetliroq variantlar. Misol uchun meni 5 million pulim yo'q, yo 6 million so'm pulim yo'q. Ukam, arzonroq xonadonlik kerak deb so'rab kelaman yurtdoshlarimiz. Videoga yaqinroq kelib o'tirasizlar, sizlar uchun sensatsiya aytib beraman. O'zi misol uchun bu narsani toza xo'jaliklarimiz oladi. Endilikda rivojlanib misol uchun to'g'rimi? Ular kamroq yurtdoshlarimiz olsa, men sevinaman. Xudo xolasa men ham narxini tushunaman, ham podarkani zo'r aytib beraman. Endi qaranglar yurtdoshlar. Brüssel kompaniyamizniki, чисто Rossiyaniki, pasti xonadonlik, yuqori magazinlik bo'ladi buni. Чисто Rossiyan o'zidan kelgan. Narxlari 3 million 800, 4 million 200 sotiladi edi. Xo'p. Bizning indirlikdan magazinimizdan kelib 3 million 300 ming so'mdan xarid etsalar bo'ladi.
Çist Rossiyanikini. Bir de Ferrari kompaniyamız bor. Bunun boyu 1,5 metr bo'ladi. 2 kameralı xonadonlik alyumin narxda sotilmagan. Liboy magazinda tushirdikdagi yeri 2 milyon 700 2 milyon 600 ming so'm sotib o'tiribdilar. Bizning magazinimizdan kelib olgan 2 milyon 300 ming so'mdan 2 kameralı xarid etsalar bo'ladi. 300 ming so'm. 2 milyon 300 ming so'm aynan shuni ajoyib bo'lgan xaridlarni xarid etsalar bo'ladi. Artel kompaniyamiz bor 2 milyon 800 ming so'mdan. Bir de Optima kompaniyamiz bor 2 milyon 700 ming so'mdan. S-Smart kompaniyamiz bor 2 milyon 700 ming so'mdan. Bir de keyin Leader bor o'zimiz, Leader brend вообще zo'r ağa. Bular Toshiba motor, yaponskiy GMC motor bo'ladi. Maksimal darajada past tok rakuslar rasxodlarni ko'rsatavering ağa. Misol uchun ya bularnikining o'zi eng past Artel ishlaydi-ku. Yilini 219 kilovat tok yeydi. Bu 215 kilovat tok yeydi. Arteldan ham past tok ishlaydi. Narxlari bularning ham o'zi 4 milyon so'm, 3 milyon 800 ming so'mdan sotilgan edi. Yurtdoshlarimiz 3,5 milyon so'mdan qilib beraman. 3,5 milyon so'm. Endi bu narsani olib aytding, bahosini tushirding, sen sensatsiya etaman devading. Dedingiz. Qaniyda benda? Endi qarang, 2 milyon 300 ming so'mga 2 kameralı xonadonlik asalaga. Yanında bir dana pilisos mendan ağa. Pilisos. Pilisos ağa. Zo'rindan. Pilisos. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha zo'rindan beraman. 2 milyon 300 ming so'mga bir dana pilisosi bilan arzidan bo'lsa, bir dana like bosing joyda yurtdoshlar. Xudo xolasa ina qarang, pilisosning eng arzoni 800 ming so'mlik deylik. Misol uchun 800 ming so'mlik bo'lganda buni narxi cho'zama tushadi. 1 milyon 500 ming so'm tushadi ağa. Dastavka necha ko'radi? Dastavkasi ichida bo'ladi. Ustanovkalar olib borib, aytilgan yerga chiralatib o'rnatib berib ketadi. Xaladnikning kattasi nasl kichkinasini aslo farqi yo'q. Farqi yo'q ağa. Agar 5 milliondan dapadagi xonadonlikni olsalar, hamma sovg'alar shuniki. 4 milliondan ziyod bo'lgan sovg'alar hammasi yurtdoshlarimiz. Endi budjetli variantlar uchun. Bu budjetli variantlar uchun. Bular har xil turi bor, qarang. Xohlagan turizmdan topiladi. Endi ağa qarang. Konditsioner yana keldik. Meni durib oling. Konditsionerlardan ham yangiliklar ham juda zo'r. Endi yurtdoshlar misol uchun 2-3 kundan keyin pagodani yurtibmiz, o'sha 40 gradusga chiqayotir. Qiziyotir. Hozir olsangiz, hozir momenti. Ne uchun? Siz 15 kundan keyin olsangiz ham, 1 oydan keyin olsangiz ham baribir olasiz konditsioner. Ne uchun? Hech kim ota-onasini issiqda qo'yasi kelmaydi. Ertang 40, 45, 50 gradus issiqda vaqtida hamma magazinga qarab yuguradi, konditsioner olaman dedi, lekin shu vaqtida kerakli modellar topilmay qolishi mumkin. Topsangiz ham ertang ustalar hammasi zanit bo'ladi, 2 kunda, 3 kunda quriladi. Bundan ham tashqari ertang sizlar bu narsani savdosi jazollanib ketgandan keyin bizlar ham zavod katta zo'r yangiliklarni bermaydi. Bizlar ham sizlar bunday zo'r yangiliklar bilan chiqa olmasligimiz mumkin. Hozir olsangiz, hozir ham arzon olasiz, ham ishonchli narsa olasiz, ham yanında sovg'alar bilan olasiz. Endi qarang. Men hamma aytaman, shu konditsioner olsangiz, iloji boricha ishonchli, misol uchun shu hozir yana bir garantiya talonlarni ko'rsataman. Garantiyasi bilan oling. Misol uchun hozir bu yerda konditsioner turlari ko'payib boradi ağa. Lekin bu narsangizni ertang ishonchsiz turlar ham ko'payib boradi. O'zi 12 lik bo'lishi mumkin, lekin motorlari 9 lik bo'lib yotibdi ağa. 12 lik konditsionerlar 35-40 kvadratning qizdirish sovutishi mumkin. Qizdirish sovutishi kerak, lekin shunday konditsionerlarimiz bor, eng arzon narxda gap turibdi, lekin ertang bu narsa 12 likning effektini bermaydi turibdi. Ya bo'lmasa yozda sovutsa, qishda qizdirmaydi. Shunday bo'lib turibdi, qishda qizdirmaydi turibdi. Biz yani magazindan kelib olsangiz, konkretni garantiyani kitobini yoziladi. Qishni garantiyasi addinni yozdik, addinni. Agar qishda, yozda addinni ishab bera olmasa, biz almashab beramiz deb yozib qo'l qo'yib beramiz. Shunday kameraga tushib beramiz biz. Chunki Leader magazin eng zo'rini taklif etadi sizlarga. Qo'ldan kelgancha dastavka ustanovkalarni ham hammasi mutlaq tekin bo'ladi. Endi qiziq yerni o'ting. 12 lik, 18 lik, 24 lik, 30 lik xohlagan turingizdan topiladi. Hozir men boshdan narxini aytaman, keyin podarkalarni aytaman. Artel kompaniyamizning 6 xil modeli bor. Narxlari 3 milyon 800 dan to 5 milyon 800 ming so'm model Artel kompaniyamizga bor. Hammasi 12 liklaringdan. Hammasi Artel, hammasi 12 lik, lekin birisi letniy, birisi zimoleta, birisi inverter, birisi bezinverter, uchinchi xilisi. Avvalolarimizning narxi 6 milyon 500 ming so'm. Shivaki kompaniyamizga 4 milyon 700 ming so'mdan, Chigo firmamizga bor 4 milyon so'mdan, Rulus kompaniyamizga bor 4 milyon 200 ming so'mdan, Samsung kompaniyamizga bor 5,5-6 milyon sotiladi. 4 milyon so'mga tushirganmiz. 4 milyon so'm. Hopman kompaniyamizga bor 4 milyon 800 ming so'mdan, Zifrella bor 4,5 milyon so'mdan yurtdoshlar. Premier kompaniyamizga bor 4 milyon 400 ming so'mdan. E'tibor berib turibsizlarmi? Hammasini baho aytib turibman yurtdoshlar. Bu aytganlaringiz hammasi 12 lik. 12 lik. 12 liklarimizdan narxlari yurtdoshlar o'zini sifatına qarab 3 milyon 800 dan boshlanadi, 6,5-7,5 milyon so'mning konditsionerlarimiz turlari ko'payib edi, ochilmay turganlar ham bor. 18 liklarimizdan baholari 5,5 milyon so'mdan boshlanadi, to 9,5-10 milyon so'mning 18 lik konditsionerlarimiz bor. Hozir razmerini aytsangiz bo'ldi, chiroylatib o'zimiz qurib o'rnatib beramiz. Endi qiziq yerga keldi. Bizdan kelib bir dana konditsioner xarid etsangiz, yanında dastavka ustanovkalari mutlaq tekin. Jentraga bileti beriladi.
Bundan tashqari siz barabanni aylantirib spark o'tib ketsangiz bo'ladi. Bundan tashqari yanında bir dana nov nabor deydi buni. Kuxinniy nabor. Kuxinniy naborni bu ayollarimiz juda yaxshi biladi. İçinde çaynik chiqadi, buni kattasida 2 dana legani chiqadi, kastroli chiqadi. Xullas, eng full nabori. Sirchali originali. Rossiyskiy, чисто Rossiyaniki. Bu narsangizni sifati вообще мощный. Bundan birsini qo'shib beramiz. Yanında bir dana duxovka pechkisini qo'shib beramiz. Bir dana blenderni qo'shib beramiz. Уже sezon geldi. Meva chevarani. Yanında bir dana kukmara kazanı qo'shib beramiz. Bu bez отказ ketadi. Hammaga yoqib turibdi kukmara kazan. O'sha 4 dana sovg'ani qo'shib beramiz. Undan tashqari aytganimdek barabandan sovg'asi bo'ladi. Gentraga bileti bo'ladi. Siz barabanni aylantirib spark ham o'tib ketishingiz mumkin. Dostavka, uстановкалari mutlaq tekin bo'ladi yurtdoshlar. Buni hozir bahosini hisoblasalar, konditsioner bahosini chizma chiqadi. Konditsioner bahosini bilmayman. Siraja, uni o'zlari hisoblab olaversin. Shu yerdan videoni ko'rgan bo'lsangiz, siz uchun zo'r yangilik bor. Vaqapchan seni izlab keldim. Lider magazini bozorning ichindagi filialini Amaqa geldim. Ben 453-do'kondan oldim. Amaqa geldim degan bo'lsanglar, bir dana Samsung Plisosdan ketdi. Pilisos ham ketdi içinde. Plisosdan beramiz. Endi nima arzonladi? Enang. Endi qarayvering ağa. O'zlari kalkulyatorni hisoblab ko'raversizlar. Bu Samsung Plisos meni nomimdan shunday podarkina xalqimiz uchun. Endi shu Lider magazinni bozorning ichida filialini Amaqa kelganlar uchun bir dana Samsung Plisos mendan. Hali menda bo'lmagan lekin. Hali bunaqasi bo'lmagan. Bemalol kelib bizdan bir dana konditsioner olib, ish sovg'alarni hammasini ikkisinglar bo'ladi. Uy doldursalar bo'ladi ekan. Meni polni dolduradi. Uning ichida o'zi 6-7 nabori bor. Onda pechkasi bor, blenderi bor, qozoni bor. Yana bir vajasalar, undan ham podarkasi bor. Undan ham podarkasi. Qalaylikda. Avan. Podarki o'zi bir kanadenlik bilan bir konditsionerlar bir 20 podarki bilan ketadilar. Kanal shart emas. Kanal shart emas. Yurtdoshlar xudo xolasa hammasi sizlar uchun bo'lib turibdi. Ne deydi? Bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. Xudo xolasa endi bu yerda televizorlar o'tamiz ağa. Televizorlarimiz 32 düymliklari bor, ya'ni 80 santimetrlik, narxlari 1 million so'mdan boshlab 1 million 800 ming so'mga дейін televizorlarimiz bor. Bularımızda yanında krashteni, gentraga bileti, baraban sovg'asi beriladi. Bu yerda 43'lük razmerdagi televizorlarimiz bor. Hammasi smart. Narxlari 2 million so'm, 2 million 300 ming so'm, 2 million 400 ming so'm, 2,5 million so'm, 2 million 700 ming so'm, har xil turlari bor. 2 million so'mdan boshlanib, eng zo'ri 3,5-3,800 ming so'mga дейін bor. 4 million so'mga дейін bor. Endi bularimizni yanında zo'r podarka etishim kerak. Bizden gelmiş 43'liklerini 2 milyonlukunu alasın mı, 2,5 mı, 3 milyonluk mu? Farkı yok. Halagan bir türünüzü alın. Yine ben mesela bir xil kanala koyup mu, salıştırılacağız üçün sıfatlarını. Yanında bir tane çima potu, bir tane çopberi, bir tane kazanı, bir tane çayniki, bir tane çay çayniki, bir tane krashteni, gentraga bileti, baraban sovg'asi, dostavka, uстановкалар hemmesi mutlak tekin. 43'lük televizorlar. 43'lük televizorlarımızda. Endi mena xonam katta. Mayim endi kattaroq televizor ber deganlar uchun o'sha 127lik televizorlarimizning narxi 1 o'nliklarnikini bo'lib qoldi. Endi qarang, baholarni eshiting. 4,5 million so'm, 4 million 800 dan sotganmiz o'tgan yil. 3 million 300 ming so'mga tushgan. 3 million 300. 3 million 300 ming so'mga. 5 million 5,5 million so'mdan sotgan televizorlarimizning narxini 3,5 million so'mga tushirganmiz. 127lik, 50 düymlik bo'ladi. 5,5 million 800 dan sotilgan televizorlarimizning narxini 3 million 900 ming so'mga tushirganmiz ağa. Yukarıda ne 4,5 million so'mliklari bor. Bir de orijinal Samsung, orijinal LG'lar bor, bahası 5,5, 6,5 million so'mga дейін 127lik alsanglar bo'ladi. 3 million 300 dan 6,5 дейін. 140lik undan kattaroq razmerlarimizning narxlari ham вообще shkalam 4 million so'mga 140likdan alsanglar bo'ladi. 55 düymlik. Bir de LG'lar bor, orijinal 7,5 million 300 sotilgan 55lik 140lik LG'larimizning narxlarini 6 million 300 ming so'mga tushirganmiz. Bir de Hoffman'larımız var 4,5 milyon so'mdan. Endi men 43'lik olmayman ama 50, 55, 65'lik televizor olaman degan yurtdoshlarimiz uchun undan ham zo'r yangiliklar bor. Zo'rindan bir dana Zepter nabor ağa. Bu endi dim krutoy xilasi. Zepter nabor bilasiz ağa, bu nержавейкasi. Buning ichida 6 xil komplekti bo'ladi. Bir dana Zepter nabori. Bir dana 32lik televizori. Smart'ından eng so'nggi chiqqan televizor berasiz. Galasa o'yindan, zo'rindan. Yamını alın demayman. Bir dana Zepter nabor, bir dana 32lik televizor, bir dana chopberi, bir dana kukmara kazanı, bir dana chaychaniki, krashteni, dostavka, uстановкалari, gentraga bileti, barabandan sovg'asi hammasi ichida bo'ladi yurtdoshlar. Hammasi ichida. Bir dana televizor olsangiz sizda nechik imkoniyatlar bor. Hammasi bu narsa ko'rib tursalar, sizlar uchun bo'lib turibdi yurtdoshlar. Uyina bir televizor, bir xolodilnik, bir konditsioner olsa, qizni sepi tayyorladi. Qizni sepini, undan ham o'tib ketadi. O'tib ketadi. Bu 30 qoladi ekan. Bu 30 balarcha bilan boradi. 3 vajasalar bir mashinani o'zi uchun yuvarasizlar ekan. Bir mashinani o'zi uchun ketadi. Endi bu yerda
Yana zo'r narsalar bor. Plisoslarimiz bor, chelakli, xaltali, bankali, xalagan turingiz assortimentimiz ko'p. Plisoslarimiz narxlari 400 ming so'mdan boshlanib, eng yaxshisi 2,5 million so'mdan bor. Peschkalarimiz ham narxlari 500 ming so'mdan boshlanadi, eng zo'raman degan 1,5 million so'mdan. Pol avtomatlarimiz ham narxi 800 ming so'mdan boshlanib, 2 million 200 ming so'mdan pol avtomatlarimiz bo'ladi yurtdoshlar. Aha. Menimcha men sizga tushuntirdik o'xshaydi. Aksiya qachon oldingiz? Endi aksiyani aytaman deb yana keyin. Hozir shunchalik tushuntirdingiz. Endi bu aksiya qachon oldin? Ina bu, yana aytganim garantiyali talonim bor. Aha. Bu kafolat taloni bu lider nomer 1'ning addinli kafolat taloni bu. Pechat basaladi. Ava, siz yana aytganimdek bir dana xonadonlik xarid etsangiz, o'zining kitobini, o'zining 3 yillik, 10 yillik garantiyasi bosib beriladi. Undan tashqari lider nomer 1'ning addinli garantiyali talonini bu yerda firmamizning pechatini bosib 2 oy sinov muddatini yozib beramiz. Число. Чисто. Bu narsaga sizni ertaga o'zingiz sinovingizdan o'tirib, 2 oy ichida hazard ishlatsangiz bo'ladi. Agar yaxshi chiqmasa, yana shu garantiyali taloningiz bilan kelib, xohlagan turingizni almashtirib ketsangiz bo'ladi, xohlasangiz pulingizni qaytarib ketsangiz bo'ladi yurtdoshlar. Bu narsadan umuman muammo bo'lmaydi. Endi yurtdoshlar nodida videoni sho'rnadan ko'rgan bo'lsangiz, hammangizga rahmat aytacakman. Agar video davomida xato kamchilik ketgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. Sirazbek aka, siz ham rahmat aka, shuncha kilometr bosib baqa xalqimizga xizmat etib, shunday zo'r yangiliklarni yetirib berib turibsiz. Alloh rozi bo'lsin. Shu Sirazamni shu videosini like bosib, podpishlatib qo'yinglar. Bu video emas, boshqa videolarni podpishlatavering. Chunki sizlar uchun yutdi. Menning zo'r imkoniyatlarni sababchi bo'lib turibdi sizlarga yetkazish uchun. Nodida ko'p so'lamaymiz. Agar video davomida xato kamchilik ketgan bo'lsa, ming bor uzr. Getirgan vaqtlaringizda rozi bo'linglar. Hammangizni lider magazinda kutib qolamiz. Shu o'rinda bir dana kommentariya show ham qo'yamiz. Aha. Kommentariya show qo'yamiz. Chunki bu kommentariya showni men yaxshi ko'raman. Men kommentariya show qo'yib ham ko'rganman, qo'ymay ham ko'rganman. Hamma vaqt meni yaxshi tilaklar bildirib, bizlarni poddish etadi. Qo'ysangiz ham, qo'ymasangiz ham. Bizlarni shu lider magazinimizga kela olmay qolgan yurtdoshlarimiz uchun. Bizlardan shu olaman deb nodida havasat yurganlar uchun, niyat etib o'tirganlar uchun zo'rindan padarik qo'yib beraman. Endi qarang, padarikni zo'rindan qo'yaman dedim. Qarang aka. Yurtdoshlar, kommentariyani yoqib tashlanglar. Videoni yoqingizga bersa, yoddan chiqarmanglar. Chunki siz sababli kelib bizdan Sparkni yoki Gentran o'tib ketishi mumkin. Endi siz kommentariya yozganingiz uchun, like bosganingiz uchun, videoni yaqinlarga yuborib tashlaningiz uchun bir dana Samsung Pilisos qo'yib beraman. Birinchi o'ringa Samsung Pilisos. Ikkinchi o'ringa bir dana duxovka pech qo'shib beraman. Aha. Uchinchi o'ringa esa bir dana ko'kmara qozon qo'shib beraman. Uchisi kommentariya uchun. 3 danasi kommentariya show uchun. Bu kommentariya showni chatib aniqlaymiz. Keyingi videoda xudo xohlasa sizlar bilan video chiqqan vaqtida avam aniqlaymiz. Ko'p yozib tashlanglar, videoni yaqinlarga berish yoddan chiqmasin. 3 dana sovg'aga sizga kerak bo'lsa, xudo xohlasa shu narsani mut. Vahobjana aksiyalarni tushuntirdingiz. Endi bu aksiya qachondan boshlanadi xudo xolasa? Bu aksiyamiz yurtdoshlar unumli foydalanib qolinglar. 25-apreldan 10-maygacha bo'ladi. Hammangizni lider magazinda kutib qolamiz. Sog' salomat bo'linglar. Asa hurmatli obunachilarimiz, shuni bilan videoni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Aytib o'tganimizdek, aksiyalarimiz 15 kun davom qiladi xudo xolasa. Hammani sharmanda tilaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.